Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun AI video tayyorlash, ya'ni sun'iy intellektda video tayyorlashning ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib biz ChatGPT ga kira olamiz. O'tgan darslikda biz o'sha AI videoni rasmini yasashni o'rgandik. Bu safar o'sha rasmni video qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib mana bu plyuscha ustiga bosamiz. O'sha Sizlarda o'sha birinchi qismda AI rasm yaratgan rasmimizni yuklab olamiz. Biz quyoncha haqida o'sha rasm yuklab olishimiz kerak. Ana keyin bu yerga yozamiz. Video uchun prompt yozib ber. Bunda quyoncha kameraga qarab qo'lini salom qilayotganday ko'rsatsin. Jo'natamiz. Mana do'stlar, bizlarga prompt chiqarib beradi. Mana ham inglizchada, ham o'zbekchada. Mana o'qib o'zlar tarjima qila olsanglar ham bo'ladi. Endi men bu yerda quyonchani qilganman. Sizlar xohlagan hayvon yoki xohlagan misol mashina yoki boshqa narsa qilishlaringiz mumkin. Promptni copyright qila olamiz. Prompt copyright qila olamiz va do'stlar, ChatGPTdan chiqqandan so'ng Google'ga kirib olamiz va mana bu yerga pick versi AI deb qidirib olamiz. Men mana kirib taqib qo'yganman. Sizlar uni qidirib kirgan paytlari sizlar Google akkauntdan ro'yxatdan o'ta olishlaringiz kerak va bu yerga mana video degan bo'limiga o'tasizlar. Bu yerda mana bu rasmchani ustiga bosib, buni quyoncha rasmini yuklab olamiz. Mana quyoncha rasmi yuklanyapti. Quyoncha rasmi yuklandi. Keyin buni copyright qilib olgan promptimizni qo'yamiz. Promptimizni qo'yamiz va sozdatni bosamiz. Sozdat tugmasini bosamiz va bizga mana videoni chiqarib berish kerak. Mana do'stlar, bizga videoni zo'r qilib, chiroyli qilib chiqarib berdi do'stlar. Buni sketchat qilib olamiz. Videoni yuklab olganimizdan keyin xohlagan joyingizga qo'yishlaringiz mumkin. Mana juda ham chiroyli qilib chiqarib berdi. Bunga ovoz qo'yasizlar, o'zlaringiz to'g'rilab, bemalol xohlagan platformalaringizga qo'yib ishlashlaringiz mumkin. Do'stlar, video darsligimiz tugadi. Sog' bo'linglar. Do'stlar, bunday qiziq videolarni o'tkazib uchun bu YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Har hafta eng zo'r, eng kreativ videolarni chiqarishga harakat qilamiz.